Hamma sotiladigan uylar mana shunaqa keng mahallada bo'lsa-da, qaranglar, juda ham fayzli, tinch joylaygan, oldida chiroyli zelen zonalari bor. Mashina qo'yish uchun joylar bemalol. Mana shu uyimiz sotilyapti, 3 sotuv, Yangi Hayot tumani Olchazor ko'chasidamiz. Uy egalari tomonidan reklama qilib beramiz. Darvozamiz ham chiroyli chiqqan, takoy. Tak. Fayzli ekan, juda ham fayzli. Hovlini qaranglar, juda ham chiroyli chiqdi. Tak, 3 uровень podval, 1, ikkinchi etaj 5 ta xona, 2 ta katta hovli bor. 2 ta chetda chiroyli zelen zonasi bor. Marhamat. Akkuratniy qilib qo'yilgan, bitta mashina bemalol sig'adi. Elektromobilga simlari ham tashab ketilgan o'sha. Bu yerda yozgi oshxonamiz joylashgan. Marhamat. Bu yerda hovli uchun hojatxonamiz bor. Tak, uyimizda oshxona mebellari qilib beriladi. Remont yaxshi chiqdi. O'zlariga qilgandek qilibdi o'zi ham. Shunda kirganimizda katta hol bo'ladi. Juda ham chiroyli ko'rasizlar. Panoramli oyna, radiatorli qilingan, plus teplый polan hammasi qilib ketilgan. O'ng qo'limizda oshxonamiz joylashgan. Oshxona mebellarini qilib berildi. Patologlari baland, bu yerda ham panoramli oyna. Tak, endi keyingi xonaga o'tamiz. Tak, to'rda katta zalimiz. Zalini qaraydi kattaligini. Bemalol ikkita qismga bo'lib qo'ysa bo'ladi. Stol mana bunaqasi qo'yib, divanli zonani mana shu o'rtaga qo'yib qo'yilsa, maza televizor ko'rib o'tirsa bo'ladi. Orqada kichkina hovli emas, normalniy joy qoldirilgan, panoramli oyna bu yerda ham. Tak, mana. Okamning uyi narxini zo'r qo'yib beribdilar, lekin juda yaxshi chiqdi narxi. Endi birinchi qavatimiz uchun sanuzli, kattagina. Bu umumiysi. Tak, endi bu yoqda birinchi qavat uchun spalnya. Spalnyamiz razmerlari yaxshi. O'zining ichida kichkina bo'lsa ham sanuzul qoldirilgan. O'shanda birinchi etajda ikkita sanuzuli bo'lyapti. Marhamat. Naryo keng bemalol foydalansa bo'ladi. Xo'p. Zinalarimiz bunaqa korishniy MDFdan qilingan ekan. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. İkinci kat ko'tarilganimizda bu yerda ham katta hol bo'ladi, qaranglar. Zo'r chiqqan. Yaxshi planirovka bo'libdi degan, chiroyli lyustrada. Bu yerda ham panoramli oyna. Panoramli oyna bo'lgani bilan bunaqa yarmidan ochiladigan qilingan hammasi. Tak, bu yerda balkonimiz ham bor. Balkoni ham kenggina, kattagina. Eng muhimi, mahallasi zo'r ekan. Havosi juda ham toza ekan haqiqatan ham. Bu yerda bitta детский spalnyamiz. Tak, bu yerda bitta sanuzul, ikkinchi qavat uchun umumiy qilingan. Hamma priborlar qilib beriladi. Tak, bu yerda endi ikkita ketma-ket spalnyamiz joylashgan. Bu yerda bitta kattadan ekan, zali tepasiga katta qilib tushirilgan. O'zining ichida sanuzuli ham bor. Dushovый kabinali qilingan, marhamat. Tayyor holatda. Oynalar ham katta qo'yilgan, kichkina oyna emas. Endi yonidagi oxirgi детский spalnya, razmerlari yaxshi baholisi. Pardalarning joylari akkuratni tashab ketilgan. Endi podval qismiga tushamiz. Tak, podvalga tushib kelishimizda, podvalimizni taxminan uyi 80% ga qilingan degan bo'ladi. Bitta zali tagiga qilinmagan tushgan, buni kattagina joy. Bemalol детский площадка, игровой zona qilib qo'ysa ham bo'ladi. Hovlidan tushib chiqadigan alohida zinamiz ham bor. Mana bu yerda mana alohida yana joyimiz. Ikkita qismga bo'lib qo'yilsa zo'r bo'ladi. Fortichka, havo aylanishi hammasi hisobga olingan, xudo xolisa. Tak, bu yerda bo'lsa, birinchi chap qo'lda холодный komnata, mana marhamat. Bankalarni qo'yishga. Bu yerda kotelnimiz. Gidrostrelka hammasi akkuratniy qilingan, xudo xolisa. Mana marhamat. Katta boiler, kosvinniy. Hammasi yaxshi. Xo'p, uyimiz Yangi Hayot tumani Olchazor mahallasida joylashgan. Uy egalarining raqamini pastda qoldiraman. Narxi $300,000 startoviy. Endi o'zingizlar telefon qilib bemalol kelishib olsanglar bo'ladi. Bu mahallaga bu narx juda ham zo'r, xudo xolisa.